Endi do'kondan bitta dona kitob sotib olish orqali siz planshet yutib olasiz. Har oyning oxirida kema kitoblaridagi QR kodni skaner qilish orqali siz planshet, telefon, smartwatch, velosiped, AirPodslar va shunga o'xshash 20 xildan ortiq qimmatbaho sovg'alarni yoki kema kitoblarining barcha qismlaridan tashkil topgan ajoyib to'plamni va qayiq ilovasiga yillik obunani yutib olishingiz mumkin. Buning uchun siz do'kondan kema kitoblarining eng yangi nashrini xarid qilasiz va kitob ustidagi shtrix kodni o'chirib QR kodni topasiz. Telefoningizga Play Marketdan qayiq ilovasini yuklab olasiz, ro'yxatdan o'tib ilova orqali kitobdagi QR kodni skaner qilasiz. Sovg'a egalari har oy oxirida tasodifiy ravishda ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilar o'rtasida tanlab olinadi. Bu jarayon jonli efir vaqtida shaffof tarzda o'tkaziladi. Ajoyib imkoniyati, kitoblarimiz orqali yil davomida prezident maktablariga ham sifatli tayyorgarlik ko'rasiz, ham qimmatbaho sovg'alar yutib olasiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, 2025-yilda kema kitoblaridan foydalangan har 10 ta boladan 8 tasi maxsus maktablarga o'qishga kira oldi. Kitoblarimizni respublikaning istalgan kitob do'konlaridan topishingiz mumkin.